Sizlarni ketib tepib damas chiqarib chiqmasa, o'zlarini bilib chiqmaysizlar. Oldimga tush. Eski do'stlar, eski do'stlar. Yaxshi. Mana ular ko'ryapsizlarmi? Bolalar, nechinchi yilsizlar? 2015. Daji kecha tuxumdan chiqqan 2015 da o'tiribdi. Bizlar qachon o'tiramiz? Qachon o'tiramiz? O't, ikkinga o't, master class. O'tir. Churaqalar, bizlar ham sizlarga o'xshamanda o'tirishimiz uchun nima qilishimiz kerak? O'rgatinglar-da. Ma, yozing kuyinga. Endi birinchi o'rindan xotindan qo'rqmaslik kerak. Yozinglar, ayniqsa senga taalluqli bo'lar. Gap. Kesimdoshlar guruhasi o'qib chiqib ketmay, yozib ham turish kerak. Agar guruhingizda Siroj, Sardor, Bobur degan bolalar bo'lsa, toqqa chiqib bo'lmaydi. Nimaga? Chunki ular har doim qizga pul topadi. Jo'ralarga kelganda pulim yo'q, sharoitim yo'q deb bahona qiladi. Arvoqchalar, tuchkasi ko'ryapti-ku bular. Yana birlashib toqqa chiqish uchun A yoki B sinflarda o'qigan bo'lish kerak. DVG sinfda bolalar komment portlatishni ko'rasan endi birgacha. Bolalar ozgina piyozinglar bilan uksusinglar bo'lsa, burchak qilib turinglar. Ha, dugonalarimiz bilan dam olib, shashlik yeb o'tiruvdik-da. Daji ayollar damoqdan chiqadi. Bizdan qachon chiqamiz? Qayga? Ey, jo'ra, ha bo'lmaysa xotindan so'ramay chiquvdik. Tez bormasak o'ldiradi. Ha, onasi kecha tuxumdan chiqqan bolalar mayli, daji ayollar toqqa chiqib dam olayotganda biznikilar biri olmay santimetrlik xotindan qo'rqib toqqa chiqolmayapti. Ha, sinfdoshlar qachon bizlar bunday bir odamlarga o'xshab dam olamiz? Qachon?